juda ham kamyob bo'lgan zo'r mashina topib qo'ydim. Qarshimizda 26 model S11 turibdi. Ushbu mashinamiz faqatgina bir dona qoldi. E'tibor bersanglar, S16miz gibridi va full pozitsiyasi. Bilasizlar, o'zi ikkita pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi pozitsiyasida lazer lidari bo'lmaydi. Ikkinchi pozitsiyasida lazer lidaridan bilsanglar ham bo'ladi. Ushbu mashinamiz gibridni fulli. Ilgarigi gibridlarda mana bu yerda nuqtalari bo'lardi. Teshik. Hozir 26 modelda ushbu nuqtalari umuman yo'q. Undan tashqari boshqacha farqlari ham bor. E'tibor bersalaring, diskasi hammaga yoqadigan o'sha 15 talik disk spetsial diskada va oporniga yashil rangda qilingan. Mashinaning atrofiga 11 ta kameralar joylashtirilgan, lidar nimalari bor. Eshigini ham ochilishini ham ko'ringlar. Xuddi 26 model S16 ga o'xshagan chiqadigan qilingan, ilgari qo'lda tiqib olinardi. Bundan tashqari ushbu mashinamiz bitta saloniga ko'ringlar. Salon rangi kombinirованный bo'lgan va mana bu rang odamni ko'zini charchatmaydigan o'zgacha yoqimli rang ishlatilgan. Yana e'tiborli jihati, o'rtadagi ekranimiz 17:3 juda ham katta ekran qo'yilgan. Undan tashqari dop opsiya, mana bunaqangi atirlar ham qo'shilgan ushbu mashinaga. Mashinamizning oldi qatorlarida abagrev, abduf va massajlari mavjud va bu yonboshda o'tiradigan akamizga mana atamanka ham qo'yilgan. Orqasiga keladigan bo'lsak, orqasi ham xuddi shunaqa juda chiroyli ishlangan. Mana bunaqangi sidinyalarda ochiqchalari bilan cho'ntechlar ham alohida ishlangan va o'rindiqqa e'tibor berasizlar. Oyoqni mana chizan ortda charchamaydigan qilib qo'shimcha mana bunaqangi qilib chiroyli uslubda ishlangan. Podlakonnikka pastakanliklari mana bunaqangi kirib chiqadigan qilib ishlangan. Tomimizda ochilmaydigan faqatgina panoramamiz mavjud. Eshiklarimiz ham ochilishi knopkali hisoblanadi. Agar ushbu mashinaga qiziqadigan bo'lsalaring, bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqinglar. Mashinaning narxini ekran tagida yozib qoldiraman.